Sardor aka, to'ydan keyin ham meni sizlaysiz, a? Ha, bu nima deganingiz? Albatta. Va'da berasizmi? Yigit kishi bitta gapiradi. Men sizga to'ydan keyin ham sizlayman deganmidim. Onajonisi, bugun ochilib ketibsizmi? Voy, sizlamang, g'ashim kelyapti. Senga hazil qildimda, bilaman erkak kishi xotinni sizlamaydi. Bizni zotimizda unaqasi chiqmagan. To'g'rimi o'g'lim? To'ppa to'g'ri, dada. Nima? Choy, Xotiningga qo'yib beradi. choy quyvor, ring. Siz meni boya nega sansiradingiz? Uydagilarning oldida noqulay bo'ldi-da. To'ydan oldin menga va'da bergandingiz-ku. Bilaman. Kelingda mundoq qilaylik, ichkarida sizlaymanda hammani ko'zi uchun, tashqarida sansirayman, ha? Unaqa gapiradigan bo'lsangiz, menga umuman gapirmay qo'yavering. Uf, kech qolamiz. Namuncha cho'ziladi xotining, tezroq chaqir. Bo'ldi, siz chiqib turavering, chaqiraman. Hozir chaqir. Unda kirib chaqirib chiqaman. Shu yerda chaqir. Sarvinoz, Labbek, oyim chaqiryaptilar. kimni? Hey, bo'p qoldingizmi? Tezroq bo'ling. Hey, kimga gapiryapsan? Ha, dadam kirib ketibdilar. Dada bo'p qoldingizmi? Bo'ldim. Men sizni hech qachon sansiramayman. Siz.